Inson nega qariydi? Odam yillar hisobiga qaramaydi, balki kam harakatlilik oyoqlari bilan qaraydi. Aslida bizning yuragimiz nasos vazifasini bajaradi. Ya'ni qonni butun tanaga haydab beradi. Oyoqlar esa oyoqdagi boldir, ikra mushagi richak vazifasini bajaradi. Ya'ni pastdan qonni, limfani yurak tomon haydab beradi. Eng kuchli organlarimiz bosh miya, yurak funksiyasi oyoqlarga juda ham bog'langan. Agar kam harakatli bo'lsak, mushaklarimiz sust, slabiy bo'lib qoladi va buning hisobiga organlarda ishemiya holati, ya'ni hujayrani kislorodga talabi kamayadi. Ayniqsa son, tos sohasida qon aylanishning buzilishi hisobiga ko'pincha ayollarimizda mioma, erkaklarimizda prostatit, ichak peristaltikasi harakatini susayish hisobiga esa qabziyat va boshqa ko'p kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun hayotning negizi bu harakatdir. Harakatdagi tanaga davo kerak emas deyishadi.